Nada shu karis qaynonangiz juda ham noshukur, mendan xafa bo'lmang iltimos. Nimaga xafa bo'laman? Har bitta inson o'zini fikrini aytishga haqqi bor. Shuning uchun men hech kimdan xafa bo'lmayman. Qaynonamni qarzi juda ham ko'p. Kreditlari juda ham ko'p. Chunki Seulda yolg'iz boshi bilan ikkita o'g'ilni katta qilgan. Eri hech narsa qilib bermagan ekan. Ajrashib ketgandan keyin. Shunga o'g'illari katta qilgani uchun ancha qarzga botganlar, ancha kreditlar, uydagi hamma narsa kreditga olingan. Sekin-sekin tugayapti. O'shanga qaynonamga kreditlarni to'lashda yordam beryapman, uyga narsa olishda yordam beryapman. Yana o'zlariga ham pul beryapman. Shuning uchun mendan ko'proq foydalanmoqchilar. Chunki agar meni karis erim uyga keladigan bo'lsa, bu yoqqa keladigan bo'lsa, biz alohida chiqib ketamiz. Bu 100%. Chunki karis erim onam bilan yashamayman degan. Shuning uchun alohida chiqib ketsak, qaynonamga pul beradigan odam yo'q. Qaynonamga qarashadigan odam yo'q. Ko'chama-ko'cha olib borib, unaqa qilib yuradigan odam qolmaydi shu bilan. Ikkala o'g'li ham mehrsiz qaynonamga. O'shaning uchun men o'zimga yoki sovg'a u bu narsa olsam, jahlilari chiqadi, pulni sarflama dedilar. Undan ko'ra uyga yegulik yoki-da qaynonamga pul qilib berganim qaynonamga yaxshiroq. O'shaning uchun bir tomondan tushunsa ham bo'ladi, bir tomondan tushuna olmay ham qolaman.